Yo, hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan men Mustafa MC. Bugun sizlar bilan headshot berishlarni ko'rib chiqamiz. Bilaman anchadan beri, anchadan beri emas, 2 oydan beri video chiqarib sotabilan. Mana akkaunt ketib qoldi. Akkaunt qaranglar. Kommentariyada 10 dan 1gacha baho berib ketinglar. Akkauntni hozir kichkinagina obzorcha qilamiz. Tak bular qizimiz. Shoh ikkita bandalarimiz bor. Keyin pokrandu, takku krossovkalar bor. Uni qutidagi zo'rshimlar bor. Qutidagi takku ketadi bular. Mana bu mashina zo'r yopishib turadi takku. Hop, arjulay kelsa. Bundan bitta ahokka vaqtinchalik bor. Keyin M24 skin miniga bor, MPga bor, 92 ta bor. Bular erpadan tushadigan. Keyin S12ga bor, keyin pistolli yo'lashim. Hop, mashinalar vashim. Tak emotsiya tamam bor. Takku emotsiya bilan beradigan emotsiyani nasha bo'lsa ikkita pranka kimgadir kerak bo'lsa tashlab qo'yaman. Shular bor bo'ldi. Videoga qaytamiz. Qani ketdik. Tekrar poligonga kirib oldim. Endi mashqlarni boshlaymiz. Birinchi o'rinda orужияni full qilishimiz kerak. O'zinglar xohlagancha full qilib olasizlar. Men mana shunaqa full qilaman doim. Tak menga tunamasligin. Headshot berish uchun ba'zilar mana bu o'rtadagi narsani mana bu o'yinchini boshiga bo'ylaydi, bilasizlar. Buni qilsa to'g'ri headshot tegadi, bitta kamida bir ikkita tegadi. Lekin uni mana tepasiga bo'ylasanglar, anaqa joyiga bo'ylasanglar ko'proq tegadi. Ko'rasizlar? Mana ko'rasizlar? Endi o'ziga bo'ylayapman. Ko'rasizlar? Qaranglar, farqini ko'ringlar. Buni o'ziga bo'yladim. Ko'rasizlar? Oynayasizlar. Headshotlar g'alati. Keyin headshot berish uchun bitta zo'rroq kerak bo'ladi. Jussiz headshot berish sal qiyin bo'ladi, lekin keng vaqtimizga buning uchun Mamatga borishimiz kerak. Bize keng emas o'tishdan oldin kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'ysanglar
xursand bo'lardim. Mana shu yozgacha shu 100 ta bo'lish niyatidaman, 50 ta deyish. Shu niyatidaman. Obuna bo'lib qo'yish arka emas, u qiyin emas. Oddiy bitta knopka, ikkita knopka bosangiz bo'ldi. Bosib beradigan ikki olamiz de mana shu qilib bosib. Birinchisi bu birinchi urg'uli kaskash, ana kaskalarda bo'ladi. Xuddi shuni ikkinchi urg'u bu 3. Shunaqa ko'proq odamlar tizimini o'shanda ikkitali bo'ladi. Shuning uchun ikkiga qo'yib ana qo'ydim. Bozuk. Canım atınca olur. Canım alayım teşke. Burası da küçükler takıladı. Orası da bir orası. Atını burası lazım. Ben önden gelemem. Tekmeni kirden çıkmak böyle. Ağzını istemişlerim gibi. Küçükler bir burası takıladı. Kaçırlar bir burası değdirük. Keyin kaçır berishga mesela pritsel ochadigan adachka bor kerak bo'ladi. Ya'ni nima adachka bor kerak bo'ladi? Chunki pritsel uzun qilmayman. Old pub'ga biladi o'zi buni. Shuning uchun ko'proq tutayım arenalarda. 6x'te kızım ortada başlayamadım. Burası. Arkadaşlar ve burası. Keyingi video nima haqida bo'lishini yozib qoldirlar. Shu kanalga o'qib o'sha videoni qilishga harakat qilaman. Hozir sizlarga bitta arena o'ynasam-gani o'ylayapman. Mashina qilib tez kirib bo'ladi.
işte kooperatifga qilish kerak. Keyin ana qochoq terishga pik ham yordam beradi. Pik qilish. Qochoqlar bermaslar pik qotganda. Ko'pchilik maslahatim ama kichkinaroq qilinglar, qaranglar. Shunaqa qo'shiqlarga beraverasizlar. Shunaqa so'zlar beraverasizlar. Sizlar bilan shu vaqt ichida Mustafa MC bo'ldi. Hammaga xayr. Video zo'r bo'lgan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Hammaga xayr.